vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz degan bosh g'oyani o'zida mujassam etgan mustaqillik to'yi ming otliqlar diyori Hazoraspda ham ilm-fan, ta'lim, madaniyat, adabiyot va san'at namoyandalari, jamoatchilik vakillari ishtirokida tumanda ko'tarinki ruh bilan nishonlandi. Istiqlolning o'tgan davri, ayniqsa so'nggi yillarda Hazorasp tumanida ham barcha sohalarda ulkan yutuqlarga erishildi. Tumanda olib borilgan bunyodkorlik ishlari natijasida zamonaviy ta'lim va tibbiyot muassasalari, keng va ravon yo'llar hamda ishlab chiqarish korxonalari barpo etildi. Xususan, tumanning yangi O'zbekiston massivida 48 ta ko'p qavatli uy-joylar bunyod etilmoqda. Bayramda bilimli, vatanparvar, tadbirkor, tashabbuskor yoshlarimiz faol ishtirok etmoqda. Bugungi yangi O'zbekistonda yoshlarimizga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Prezidentimizning ana shu yaratgan imkoniyatlaridan yoshlarimiz faol bo'lib, unumli foydalanib kelinmoqda. Yoshlarimiz bugungi kunda ko'plab olimpiadalarda, qolaversa Xorazm viloyati Xiva shahrida bo'lib o'tgan Lazgi festivallarida yosh xonandalarimiz faol ishtirok qilib kelmoqda. Ayniqsa Hazoraspning yosh farzandi Artur Rajabov prezidentimizdan Mard o'g'lon mukofotini qo'lga kiritdi. Ana shunday ijodkor yoshlar bugungi kunda tumanimizda ko'pchilikni tashkil qiladi. Davlatimizning mustaqilligi abadiy bo'lsin. Barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan muborakbod etamiz. So'nggi yillarda tumanda tadbirkorlik va fermerlik rivojlanib, yangi ish o'rinlari yaratildi. Yoshlarning bilim olishi, iqtidorni namoyon etishi uchun keng imkoniyatlar paydo bo'ldi. Yagona xalq bo'lib, yagona vatan bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz degan shior ostida ushbu tadbirlar vatanimizning har bir hududlarida o'tkazilmoqda va albatta bugun Hazorasp tumanida ham ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilmoqda. Har yili mustaqillik bayramlari arafasida o'tgan yilni sarhisobini qilamiz albatta. Hazorasp tumanidagi Bo'ston mahallasidagi ushbu istirohat bog'i ham 2026-yilda barpo etilgan bo'lib, vatanimiz 35 yilligi uchun yangi tuhfa bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yoshlar uchun Hazorasp ahli uchun, dam olish uchun yaratilgan ushbu istirohat bog'i bu vatanimizda olib borilayotgan islohotlarning bir zarrasi deb ayta olamiz. Amalga oshirilgan barcha ishlar Hazorasp tumanining ijtimoiy infratuzilmasini yanada rivojlantirish, aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish, turistik salohiyatni oshirish hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatish salohiyatini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Eng muhimi, mazkur bunyodkorlik ishlari aholining farovon hayotini ta'minlashga, hududning investitsiyaviy hamda turistik jozibadorligini oshirishga xizmat qilib, tumanning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Ushbu jihatlar tantanali tadbirda yana bir bor aks ettirildi. Sho'x kuy-qo'shiqlar va raqslar, o'ziga xos ijrolar barchaga xushnuqlik ulashdi.